Bugun sizlar bilan vazn ketkazish, ya'ni yengillanish operatsiyasi, yog'lardan qutulish operatsiyasi, abdominoplastika va liposaksiya haqida gaplashamiz. Abdominoplastika va liposaksiya. Ayollarimiz tug'ruqdan keyin qorin osilib qoladi va bu osilgan qorinni yo'qotish uchun esa har xil fitness, sport, suzish, yana har xil narsalarga qatnashib, yoga o'zlaricha qorinni ketkazmoqchi bo'ladi, lekin umuman chuchvarani xom sanashadi. Bu narsalarni qorinni ketkazishga hech qanaqa foydasi bermaydi. To'g'ri, yog'ingizni ketkazish mumkin, lekin osilgan qorin umuman ketmaydi. Sport yordam beradi albatta, lekin osilgan qorinni ketkaza olmaydi. Hattoki fitness trenerlar ham ayrimlari, ya'ni pul uchun ishlamaydiganlari, kelgan odamga birinchi abdominoplastika yoki liposaksiya qildirib qorningizni kirgizing, undan keyin sport bilan shug'ullansangiz sizga yordam beradi deb aytib yuborishadi. Bu esa o'zingiz uchun, kelajagingiz uchun ancha yaxshi. Chunki yillab sportga borib pulingizni havoga uchirganingizdan ko'ra bittada operatsiya qilib, keyin sport bilan o'sha qomatni saqlaganingiz o'zingiz uchun ham foyda. Ayollarimizda nimaga osilgan qorin ketmaydi? Sababi oq liniya o'rtadagi oq liniya homiladorligi payti ancha kengayadi. Mana bu ikkita muskulimiz, presli muskulimiz, kubiklarimiz ayollarimizda ikki tarafga ketib qoladi. Bu esa homiladorlik bo'lib tuqqaningizdan so'ng bandaj taqmasangiz, korsetlarni, maxsus korsetlarni taqmasangiz, oq liniya joyiga kelmaydi. Mышцalar ham, muskullar ham joyiga kelmaydi. Bir oy natijasida korset taqmadingizmi, bu qorningiz osilib qoladi va bu butun umrga ketmaydi. Buni yagona usuli esa abdominoplastika operatsiyasi. Abdominoplastika operatsiyasi kesma turstik rezinkasini oldida bo'ladi. Ya'ni kesma chandiqlari, kesma izlari umuman ko'rinmaydi demoqchiman. Sababi turstikda rezinkasi ortda turganda plyajda yurasizmi, ko'chada yurasizmi, bassenda yurasizmi, qayerda yursangiz ham u narsa ko'rinmaydi. Va bu oq liniya bir-biriga birlashtiriladi, ikki tarafga ketib qo'yilgan muskulni bir-biriga olib kelinadi. Kindik boshqatdan qilinadi va qorningiz bu haykalchaga o'xshagan chiroyli qomatga ega bo'ladi. Va operatsiya natijasida liposaksiya qilinadi, bellarimiz kirgiziladi, mana bunaqa bel bo'lib kirgiziladi. Qo'shimcha sifatida ягодица, ya'ni popa qismiga lipofiling ham qilsa bo'ladi. Ikki tarafdagi yon qismlarimiz ham kiradi va qovurg'alarimiz juda ham bilinadigan bo'lib qoladi. Ya'ni xuddi qizlarning qomatiga o'xshab qoladi. Va siz xuddi tug'magandek, patsientlarim aytgandek, tug'maganga o'xshab qoldim deydi. Xuddi tug'magandek yurasiz. Qizni qiz bola deb ko'pchilik gap ham otib qo'yishi mumkin. Operatsiya og'riqsiz hisoblanadi, sababi narkozda bo'ladi. Narkozda siz yotasiz. Operatsiya gizada 4 soatlar yoki 5 soatlar davom etishi mumkin. Narkoz xavfsiz narkozimiz, gazli narkoz bo'lganligi sababli sizga hech qanaqa yomon ta'sir qilmaydi. Operatsiyadan so'ng esa bir kundan keyin yurasiz. Bu reabilitatsiya davrini sizga tushuntirib beriladi. Choklar olinmaydi. Chok olinishidan juda ham ko'pchilik qo'rqadi. Yo'q, o'zi so'rilib ketadigan iplar bo'ladi, so'rilib ketadi va maxsus korset va bandajlarda bir oy vaqt davomida yurasiz. Va operatsiya natijasi esa sizni butun umrga xursand qilib yuradi. Kstati, operatsiyadan keyin ko'pchilik savol beradi, tug'sa bo'ladimi, tug'ish mumkinmi? Bemalol abdominoplastika operatsiyadan keyin 1 yil vaqt o'tgandan keyin bemalol homilador bo'lib, bemalol tug'sangiz bo'ladi. Tuqqandan keyin yana qorin osiladimi deyishadi. Bu narsa esa sizga konsultatsiya payti tushuntirib o'tiladi va deyarli 90% patsientda abdominoplastikdan keyin tuqqanlarda ko'pchilikda qorni osilmagan. Albatta ko'rsatmalarimizga amal qilgan patsientlarga. Ko'rsatmalarga amal qilmagan nima qolgan 10% yana qaytib osilgan, bularga qayta operatsiya qilinadi. Sababi qorin osilgandan keyin hayotga joyiga umuman kelmaydi. Va o'zingizni sizda tursin, doim o'zingizni seving. O'zini sevgan odamni atrofdagilaringiz ham sizni sevib boradi. Agar o'zingizni sevmasangiz, o'zingizni hurmat qilmasangiz, siz uchun doim sifatsiz narsalarni tanlayversangiz, boshingizga kokoshni holi tushadi.